30 yoshda anglaganlarim. Hayot hech qachon keyindan boshlanmas ekan. Hammasi aynan hozir bo'layotgan joyda kecharkan. Hamma seni tushunishi shart emasligini qabul qilish ichki tinchlikning boshlanishi ekan. Dardni hamma eshitar, lekin ko'tarib beradiganlar sanoqli ekan. Ba'zi odamlar seni yo'qotish uchun emas, seni o'zingga qaytarish uchun hayotingdan chiqib ketarkan. Odamni eng ko'p charchatadigan narsa boshqalarga yoqishga urinish ekan. Pul baxt emas, lekin ko'p muammolarning oldini olar ekan. Sog'lik e'tiborsizlikni kechirmas ekan. Tanani ham, ruhni ham. Kimligingni isbotlash shart bo'lmagan joy eng to'g'ri joy ekan. O'zingni oxirgi o'ringa qo'yib yashash fidoilik emas. Qadring yo'qolib, asta-sekin o'zing ham yo'qolib borishing ekan. Duo hech qachon javobsiz qolmas ekan. Faqat vaqti bor ekan. Jim qolish har doim ham yutqazish emas.